Mo'min uchun namozning qadri. Mo'min kishi uchun namozning qadri o'zi qadr deb qiymatda aytadi. Bugungi bizning tilimizda mo'min kishi uchun namozning qadri $1 milliard desam xato qilmagan bo'laman. Nimaga desangiz, mo'min kishini qiyomat kuni qadrini namozda o'lchashar ekan. Hazrati Alidan deyishadi bir gapni. Bu kishiga bir odamni maqtashibdi. Bu kishi aytdilarki, namoz o'qiydimi? Ha desa, bo'lmasam maqtama debdilar. Boshqa maqtovni aytma debdilar. Bir kishi haqida gapirishsa, u namoz o'qiydimi debdi. Yo'q desa, bo'lmasam boshqa sifatlarni aytib yomonlama debdilar. Birodarim, mana shu o'lchov qiyomat kuni ham qo'yilar ekan. Bu haqda hadis bor. Shu darajada qadri baland namozdi. Shuning uchun men har qanday ishda ishlayotgan bo'lsin, har qanday hayotda hayot kechirayotgan bo'lsin, birodarlarimga, singillarimga aytaman, namoz o'qimay qo'ymanglar. Chunki namozsiz qiyomat kuni qadringizni belgilaydi. Bu dunyoda siz to'xtalmayotgan gunohlar bor, gunohchi hammada bor. Men o'zimni kimligimni o'zim bilaman. Gunohdan xoli emas banda. Men falon gunohni qilyapman deb pushaymon bo'lib, tashvishda yurib o'zini o'zi tashlamasin. U namoz o'qisin. Qiyomat kuni ham, bu dunyoda ham uni belgisi inshaalloh 5. Shu darajada bilsin namozni qadrini. Juda ham yaxshi o'xshatish qildingiz, ya'ni $1 milliard qadri. Bugun inson ko'p narsani moddiyat bilan, ya'ni pul bilan o'lchaydigan bo'ldik. Nima qilasan? 5 mahal yugurib borasan, sovuqda tahorat qilasan, qo'pol qilib aytganda yotib, turib, nima beradi u degan o'lchov bor bugun ongimizda. Unga juda ham yaxshi javob bo'ldi inshaalloh.